Qachongacha bu ovoz? Sonunda seslarni men Kompot. O'z meni yangi videoga xush kelibsizlar xo'sh. Bu yerdan beri qiyichuv ovozlar chiqyapti meni qo'shnikidan. Nimadirlar qilyapti, nesni bilmasam. Qiyichuv bo'lyapti. Qo'shnim uyga nimadir qilyaptimi? Ovoz bilmasam, nimadir qilsamikan. Qanaqadir ovoz chiqyapti do'stlar. Ehtiyot bo'l, ishlari. Nima bo'lyapti? Nima qilyapsizlar bu yerda? Nima bo'lyapti? Bu yerda mosin turibdi. Mana bir yerga mosin o'tkazyapmiz qo'shninikiga. Meni qo'shnim bilan nima ishing bor? Nima bo'ldi qishloqi? Xo'sh, men uyimni millionerga sotdim. Endi seni qo'shnim bo'ladi. Qo'shnim u bo'ladi. Qo'shning millioner bo'ladi. Men emas endi Kompot. Endi meni pulim yo'q. Bilmadim bularga. Bo'ldi ishlari, bu uy meniki. Kompot, men endi seni qo'shningman. Meni qo'shnim sizlar bo'lasizlar. Shularni Kompot, men seni qo'shningman. Men bu yerni sotib oldim. Mana bu chetildan. Shunaqa bo'lsa kerak. Sotib oldi. Yana qildim Kompot, solmaysan men bu yerni. O'zimniki bu yer endi men mana qurilishlarni qilib olsam bo'ladi. Bu yerda men uyni o'rniga boshqa uy qurmoqchiman. tushundim meni qo'shnligimni. Endi borib uxlasam bo'ladi. Iltimos ovoz chiqarmanglar. Bu yerdan ovoz chiqyapti baribir. Borib uxlashim kerak. To'xtanglar, bu yerdan nima qilsam ekan? Divanimni olib skeletga uxlayman borib omborxonaga. Ketamiz. Bu yerda ovoz yomon chiqar ekan. Voy, jetil bor ekan. Kompot kechirasan. Bo'ldi, qochma, men uyga uxlamoqchiman. Xayrli tong do'stlar, men yana uxlab turdim. Sanavlar uyi bitibdimikan, bir ko'raylik. Obbo, mana bu yerga tiqilib qolgan, qaranglar. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Sizlarga kim yoqsin? Yo. Bu nima ekan? Uyi bitibdi, menga bu juda qiziq. Sizlar obuna bo'lib, like bosinglar. Ana bu nima ekan? Voy do'stlar, buni aranglar chiroyligi. Mashinalarini aranglar, yo. Kompot, uyim qanday chiqibdi? Uying zo'r chiqibdi. Yo'q, millioner. Mashinalarni aranglar, Bugatti. Ferrari bor, yo. Kompot, tepagacha meni zo'r mashinalarni ko'rasan. Davay, chiroq ol. Bu yerda zo'r mashinalar bor. Bu yerdan zo'r ko'rinyapti, mana hozir chiqmani. Sosib qolyapman. Hozir mana bu yerga chiqmani. Ana. Yo, bu yerga men chiqolmay ekanman, millioner. To'xta, asta-asta qamrikmay mana bu yerga yo'q. Chiqib olding. Rahmat kattakon, lekin mana bu yerlar g'alati ekan. Mashinasini qaranglar. Bu yerlar qurish normal lekin. Ishlar ko'p. Hammajoyni qurish o'zi bo'lmaydi, meni pulim ko'p lekin bularni qurishga vaqt ketdi cho'rasan. Mana bu yerlarni ko'rib mashinalar. Yashil va sariq. To'rttagi ajoyib mashina ekan. Kompot, ehtiyot bo'ldi faqat. Xavotir olma, men har doim ehtiyotman. Bu mashina menga bo'lmayapti. Yaxshimasagan, pastdagi mashinalarni ham ko'raylik. Faqat ehtiyot bo'l, meni uyimga urib yuborma yana mashinangni. Xavotir olma, men buni bilaman. O'sha yurib qaytsangiz, meni yana mashinalarimni ko'rsataman. Mana bu yerda zo'r mashinalar bor.
Oy oy oy. Ana bu mashinalar hozirmi? Ha, zo'r ekan mashinalar. Senga mosin sovg'a qilmoqchiman. Rostdanmi? Albatta yo'q. Bitta mashinaga minib ko'raylik, ana Bugattiga. Yo, zo'r ekan mashinang. Va ana. Zo'rmi do'stlar, kanalga obuna bo'lib bosmanglar. Ha, bu yerga ko'p mehnat qilgansan o'zqa. Uni qara, sen qayerda uxlaysan? Osman, ana bu yerga ulayman tepaga. Qayerga uxlaysan, lekin narsalarni qayerga pisirasan? Rahmat, xavotir olma, bu yer men do'konim narsalar. Chaqirsam bo'ladi. Bir uyini ko'raylik, tepaga chiqamiz, mana bu yerdan chiqamiz. Ana esiga. Och eshikni chetin. Salom chetin, nima qilyapsan bu yerda? Zo'r uy ekan. Menga ana bu chelakni berib qo'ydi. Miyalaring ana bu uyda tursin. Kichkinachani bu yerga siqmayapman. Ana bu yerda remont yo'qmi? Ahvoli tayin ekan uyni, ha. Ammo bu yerda yomon qilib beray. Remont qilib beraman, lekin puldan muammoda, pul yo'q menga, puling bo'lsa. Bersang men remontingni super qilib beraman. Bemalol uyga yasaysan, chiqasan. Voy oy, zo'r bilan siqamat. Akvaryum bo'lsa zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Hozir men senga pulini beraman va ol pullarini. O, qishloqqa zo'r ekan. Albatta men senga hozir remont qilib beraman qishloqqa. Hozir ana endi do'konga borib kelsam, uyni cheki-cheki qilib zo'rlab beraman. Hop, ana endi biz ketdik. Oy do'stlar, bir qishloqni xursand qilaylik, mana uyni remont qilib beramiz. Puli ko'p endi. O, qishloqqa men keldim. Mana narsani olib keldim uyingga. Endi bu yerda remont qilib bersam senga, unga sen uy birinchi oy turib tur. Surprizni ko'rasan. Ana do'stlar, narsalarni olib keldik ana endi. Uyni remont qilamiz, narsalarni olib chiqibdi yaxshi. Hop, mana bu yerga karvatni qo'yamiz. Bu yerga bo'ladimi, ha? Voy, kampot, nima uchun bu katta? Buni beradi, davay, qo'yib. Mana bu yerga sandiq qo'yamiz, bu yerga pechkani, bu yerda o'rtagida ajoyib bo'ldi. O'z qishloqqa hozir men senga mana bu yerga mana buni qo'yib beraman. O'z mana bu yerga qo'yamiz, ana. Nima desang, notebook. Uying zo'r chiqyapti. Yana narsani qo'yay. Mana bu yerdan mana buni to'sab ol, ana senga zindam. Mana haqiqiy millioner bo'ldim ana endi. Kampot zo'r bo'lyapti lekin. Mana bu yerga narsalarni qo'yib beray, to'xta, mana sen kitob. O'z mana akvarium, mana sen istagandek ajoyib akvarium. Rahmat, kampot, mana akvaryumni olibsan, zo'r chiqibdi lekin. Rahmat senga, Abdusi. To'xta, mana bu gulni ham qo'yib beray. Mana bu yerga mana bu kartinani qo'yib bersam. Va ana Senda bir rasm bo'lsa kerak, kampot. Kampot, mana buman. Mana bu sen bo'lsang kerak, chetin. Popugayku, kampot nimaga qilyapsan? Men popugayga o'zgatyapsan. Popuga emas, xavotir olma, ye. Rasmga mana men senga soat qo'yib beraman, ana. Soat ham ko'rasan, bemalol. Rahmat, kampot, Abdusi lekin. Uyim zo'r chiqdi, boya odamdan edi. Ha, shunaqa bo'ladi-da, lekinni ye. Yana nima deysan? Meni kim yasayapman endi? Men yasayapman. Davay, bu yerdan ketaman. Bu yerni sotib oldim-ku men, nima yana yashayapman? Biz pul berasizlar, keyin sizlarniki bo'ladi. Sen nima deyapsan menga? Tushunursiz seni. To'xtanglar, remont qilib bergan odamga nima berasiz? O'z sekanat bermay, hop, bo'pti, men sizlarga. Mana eshikni olib ketaveraman. Ana bu yerni uyini bitirib bo'ldim, endi bular bir-birini go'shtini yemasa bo'ldi do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Sizlarga kim yoqsa ham o'z fikringizni qoldiring. Hop. Kanatim achchiq ekan, nimadir ekan. O'z do'stlar, xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men kampot bo'ldim. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Xayr, sog' bo'ling.